O'zbek qaynonaga kelin bo'lmayman 5-qism. Xullas uyimizga sovchilar keladigan bo'ldi. Kuyov urf-odatlarni yaxshi bilmagani uchun mendan birin-ketin so'ray boshladi. Sovchilar kelsa bo'ldimi, keyin uje to'ymi deb so'ragandi. Men esa birin-ketin tushuntirishni boshladim. Hech kim sizga bittada qizini berib yubormaydi. 3-4 marta keladi sovchilar degandim. Birinchisida o'ylab ko'ramiz dedi, ikkinchisida surishtiramiz dedi. Xullas keldisi juda ham ko'p degandim. Nima keragi bor? Baribir berib yuboradigan qizni qayta sovchilar keltirib ovora bo'lib, bittada berib yuborsa bo'ldi, kim urishadi degan. Lekin kuyov bolamiz hali bilmaydi, oldinda qancha mayda-chuyda urf-odatlar. Hozir hammasini aytadigan bo'lsam, to'g'ri o'ylangiz kelmay qoladi deb aytmadim. Shundan keyin sovchilar keldi. Ayam kuyovning onasining ismini so'raganda, to'g'risi ismi esimdan ham chiqib ketgandi. Tavakkaliga Leyla opa deb yuborganman. Nimagadir o'sha vaqtda ayamning xayolida qanaqadir kibrli ayol gavdalangan. Agar bitta harakati ham yoqmasa, bermayman, xafa bo'lmagin degan. Qaynonam urf-odatlarni va o'zbek tilini yaxshi bilmagani uchun yonda yana bitta o'zbek ayolni olib kelgan va sovchilikda ham qaynonam uncha gapirmagan, asosan o'zbek ayol gapirib tushuntirgan. Men esa kuyovga sovchilar oldiga chiqib, choy, bir nima urf-odatlar qilmayman, aytib ogohlantirib qo'ying, meni chaqirmasin degandim. Shuning uchun ko'ylaklar kiyib tayyorgarlik ham qilmasdan sportivniy kiyimda oshxonada o'tirgan. Birdaniga ayam kelib, sovchilar seni ko'rmoqchi deb qoldi-yu. Qizim hali kirishga uyaladi, kirolmaydi desam ham, biz zamonaviy sovchimiz, qizni ko'rmasam hech qayerga ketmaymiz deb turib oldi. Bir kirib chiqqin dedi-da, o'zi mehmonlar yoniga kirib ketdi. Men nima qildim? Mayli deb qo'limga choy ham damlamadim-da, o'sha sportivniy kiyimda shundoq kirib bordim. Birinchi ko'rgandayoq qaynonam xuddi meni avvaldan taniganda yuzlarimdan o'pib, "Qalaysan, yaxshimisan?" deb salomlashdi. Bu holatdan keyin birinchi ichimda aytgan gapim, "Ana qaynona bo'lsa shunaqa bo'lsin-da" degan. Salomlashib indamay chiqib ketayotganimda ayam "Choy bermaysanmi?" deb qo'ygan. Qaynonam "Yo'q, choyim bor, kerakmas" desa ham shunda ham choy qo'ydirgan. Sovchilar ketgandan keyin ayamning fikri qaynonamga nisbatan umuman teskarisiga o'zgarib ketdi. Shunaqangi nejni, shunaqangi yoqimtoy ayol ekan, menga rosa ham yoqib qoldi. Bu ayoli farzandlari yomon bo'lmaydi degan.